Robototexnika musobaqasiga qayerdan keldinglar? Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Mana bugun Jarsqo'za Xo'jayli rayoni Qoraqalpog'iston Respublikasi Barkamol avlod maktabining o'quvchilarimiz bilan robototexnika jarishida qatnashyapmiz. Jarish sonida sho'rkomlashtirilgan, sho'rkomlashtirgan ustozlarga boshlig'imizga ulkan rahmat. Sonda bolalar quvonchli jarishda qatnashib, shunday jeng'iz bo'lyapti bolalarimiz. Bular shogirdlaringiz-a? Bu kvant tuguriga Barkamol avlodida kvant tugurining robototexnika o'quvchilarimiz qatnashadi. Bugun mana robotov futbol, sumo jarishida ixtirochilar bo'limlarida qatnashyapmiz. Barlig'ini mana shaxsi qatnashib gramotlar bilan silqandi. Yoshingiz nechida? 14 ta. Sizlikchi? 15 ta. Nima yasadingiz? Ha? Robot yasadik. Eko 25. Nima qiladi robotlaringiz? Robotlarimiz endi ximikatlar tasida odamlarga ziyon keltirmay uchun. Ximikat, to'g'rilar, sonda zata tasida. Fermerlarga yordam beradi. Zo'r. Meni taniysizmi? Yo'q. Robototexnika federatsiyasi rahbariman. Blogerlik qilaman. Shu yo'nalish bo'yicha butun O'zbekistonda robototexnika ustozlarini tayyorlayman, o'qitaman. Bizga murojaat qilasiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bizni kuzatib borasiz. Bo'ldi.